Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 5-darsimizni ham boshlab oldik. Bugun Z harfini o'tamiz inshaalloh. Xo'sh, qoidasiga ko'ra Z harfi o'zbek tilidagi Z tovushi kabi o'qiladi. Bu 4 ta ko'rinishi: alohida ko'rinishi, boshida, o'rtasida va oxirida. Misollarini ham yozdim. Z harfi xuddi R harfi kabi 3 ta katagimizni ikkita pastida yoziladi va R dan farqi shuki nuqtasi bor. Biz o'tgan darslarimizda alifni o'tgandik. Ikkita katak tepaga yoziladi. Z bilan R bo'lsa, ikkita katak pastiga. Mana yana yozib ko'rsataman. Alif mana ikkita katak tepasiga yozilyapti. R ikkita katak pastiga. Hamzali alif ar zu. R'dan farqi shu bitta nuqtasiga. Z ni ham yozish juda oson. Xuddi ko'rib turganingizdek bo'ladi. Xo'sh, buni ham yozib inshaalloh uyga vazifaga tashlasangiz tekshirib beramiz. Bugungi darsimiz shu. Siz uchun manfaatli bo'lyapti degan umid bilan bugungi darsimizni tugatamiz.